Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz yana lazer operatsiyalarimizda davom ettirmoqdamiz. Bugungi patsiyentimiz 33 yoshda, erkak kishi, surunkali parapraktit, svish, oqma yara kasalligi bilan bezovta bo'lib qiynalib kelgan va shuningdek ichki gemoroylari bor. Biz hozir lazer operatsiyamizni boshlayapmiz. Og'riqsiz tarzda mahalliy anesteziya bilan bajaryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz. Nodir yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi. Aziz kuzatuvchilar, mana biz patsiyentimizda lazer operatsiyamizni tugatdik. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli, samarali o'tdi. Biz lazer operatsiya orqali svishni va gemoroy tugunlarini to'liq bartaraf etdik. Hozir holati yaxshi, uyga javob beryapmiz. Aholingiz qanday? Yaxshi, zo'r. Operatsiyadan keyin bugun ozgina diskomfort bo'lib turadi. Ertaga kelasiz, перевязка qilsak, xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Sizga bemalol uyga ketishingizga ruxsat beramiz. Lazer operatsiya qanday sizni fikringiz? Nima deydi? Yoqdimi? Albatta yaxshi, endi hech narsa sezilmaydi ekan. Yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga